Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari. Mana yana sabzi yuvadigan mo'ka stanogimiz tayyorlash jarayonlari ketyapti. Har doimgidek bu stanogimizda mana bolt gayka tortish uchun bironta ichki tarafdan teshilmagan. Stanogimiz lazerli stanogda detallarini kesib tayyorlaganimiz hisobiga o'ta aniqlikda tayyorlangan hamma joyi. Mana asosiy joyidagi katta zvyozdichkasi bor buni. Bu eski variantdagi stanoglar kabi bu ishqalanib aylanmaydi. To'liq mana zvyozdichkaga ilinib aylanadi. Sepi qolgan joylari ham xuddi mana shunday tartibda tayyorlangan. Boshqa stanoglardan farqi nima? Faqat kesishdami degan savol bo'ladigan bo'lsa, bunda sentri aniqligida juda katta farq qiladi. Mana hozir aylantirib ko'rsatamiz. Kimga shunday stanoglar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat.